شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'du. Hürmetlik qarindaşlar, biz bugün Sure Baqara'nınki 78. ayetiga keldik. Estaizu billah ve minhum ummiyun la ya'lamunal kitaba illa amaniyya ve inhum illa yazunnun. Yani bu ayette Allah subhanahu wa ta'ala hem ehli kitap hakkında sözler vardı. Yani ehli kitapның içinden savadsız kişiler var deydi. Yani avam demekçi de. Yani bir nas okumaydıgan, kitaptan eşini okumaydıgan. La ya'lamunal kitaba illa amaniyya. Fakat kitaptan fakat biladiğini tokulmalarını biladi. Yani ehli kitapninki azğın alimleri, azğın ölümaları ulağa yezip bergen özü, xahişi boyunca dep bergen şu gaplarni biladi. Ve inhum illa yazunnun. Ular fakat her işte bir guman qiladi. Yani her işte gumani yol, tokulma yollarga ergişidi deydi. Yani bizge atuhaddithunhum bima fatahallahu alaykum liyuhajjukum bihi inda rabbikum deydigan kişilerni bayan qilib bo'lgandan keyin ilgirki darslarda biz deb o'tdik. Ahli kitap bilib turib o'zining bilgan shu ma'lumotlarini musulmonlarga depirishga jahl bilan qarshi turadi. Yani ölümalar unda gapninki eqib sirtqa chiqib ketishini qattiq tusudi. Tavratdagi Payg'ambar alayhisolatu vasallamning sifatlari, Rasululloh haqidagi ma'lumotlar, İslam dini haqidagi ma'lumotlarni boshqalarga anglatmaydi. Buni biz ilgirki darsda anglab o'tgandik. Buni bizga Alloh subhanahu va taolo bayon qilib bo'lgandan keyin endi yana bir bölük kişiler, ehli kitapning ichidagi bir bölük kişilerga o'tkazdi. Bularni Qur'oni Karimda savadsız deb atadi. Endi savadsız degan nima desa, eng to'g'ri fikr savadsız degan, eng to'g'ri tushunch savadsız haqida anisi tug'ilgan, peti yaşagan, yani hiçbir safa, ne dünyadaki hiçbir ma'lumot şu anasının qo'squdin tushgan vaqtdan tortib bir narsa o'rganmagan odamni biz savadsız deymiz. Yahudilar bir qancha xil toifadagi kishilar, bir-birliklari olimlari, ularning ahvollarini so'zlab o'tdik va yana so'zlaymiz inshaalloh. Yana bir-birliklari shu olimlari nim desa, to'g'ri xatoni bilmasdan ergishadigan savadsız kishilar. Bu xil, yani bir necha toifaga bo'linib, bularning har toifasining o'tkazgan jinoyati, xatoliklarini Alloh subhanahu va taolo bizga aytib beradi. Şoňaşqa yuqoridagi tushunchaga asosan savadsız degan kim o desa, atrofidagi dunyo madaniyat safosidan hech narsani qazonmagan. Mayli o anisi tug'ilgandek bo'lsin, tug'ilmagandek bo'lsin, o'ningdan qat'iy nazar atrofidagi dunyo ma'lumotidan o'zi kim, atrofidagilar kimlar, qanday yashayotdi, qanday jamiyat yashayotdi, o'zi ergishayotgan ulamalar degan kim, o'zi ergashgan dinning ahvoli qanday ahvol, ma kitob qanday kitob, oldidagi kitob, Allah tushirgan holatini saqlagan kitobmi yoki o'zgartirib o'tilganmi degandek, bu haqda hech bir ma'lumotni o'ziga qanaqamagan, o'zlashtirmagan, hech bir ma'lumotga erishmagan insonlarni biz normaldan savadsız deymiz. Jamiyat adati normal biz kishilarning orasida taqalgan masalan savadsız olim turk deb qo'yamiz bizning Uyg'ur tilida. O odam turk odam deb qo'yamiz. Millatdagi turk emas, olim yoki avomning ifodasiga turib
Yani alimlar kim dese maxsus adamlar, avamlar savadsız adam deb qaraldı adeta normalda. Her halda savadsız deganning ta'rifatiga yuqorida hukmlarning hammasi shuning ichiga kiradi. Shuning atrofiga yig'iladi har holda bir yerda uchrashadi. Ya'ni demak jo'g'inimiz savadsız degan nima desa atrofdagi ma'lumotlardan bexabar. Yani o'ziga munosabatlik mayli hayot, mayli din va boshqa sohalardagi bilimlardan bexabar, ang safadan bexabar, ang safadan quruq qolgan kishilar savadsız hisoblanadi. Allah subhanahu wa ta'ala müşahede mağuladın bir bilik savadsız kişiler var deb bularni ayıplavadı. Qarindoshlar müşahede kelgan vaqtida biz bir nuqtalarni eskartish to'g'ri keladi. Allah subhanahu wa ta'ala Sura Baqaraning 5-dan tortib ta müşahedega qadar ahli kitob bo'libmi Madinada bir jamiyat shakllantirgan Yahudilarninki düşüp ketken hatalıkları, teyilip ketken teyilişlerini bizge red tekrar depirvatıdı. Sebep ne mi? Bizni şu ahvallara düşüp ketmesin üçün. Əməliyyatda biz Kur'an'dan yiraklaşkan, bir Müslüman buluş süpütümüzden, Kur'an ümmeti buluş süpütümüzden, Kur'an'ı oxup bakmaydıgan bir haletke düştük. Şu tüpeyleden Allah'ın ki bu şekildeki eskertişlerden yirak kaldık. Bizde muşlarda yüz bergen nurgun ahvallar bizde tekrar yüz bervatıdı. Biz her derslerimizde imkaniyetinin bariçe eskertiyatımız, kıstırvatımız Yahudilardaki bu kadar yüz bergen hatalıklar bularının ebedi mengülük lanet gardop ketişige, mengülük harlıkның bularının üstüge pütülüp ketişige sebep oldu. Eğer biz aynı şekilde Yahudiler düşken hatalığa düşsek, Yahudiler tekrar ötküzgen, ehli kitap tekrar ötküzgen şu hatalıklarını tekrar ötküzsek, bizning erişidigan neticemiz mi? Muşlar erişkendek neticeli oldu. Bizning qutuluşumuz bo'lmaydi. Bugün dersde mi? Bularning içindeki bir tabaka, yani avam tabakası, alim ölümadır emas. Avam tabakasının ki ifadeleri. Kur'an emas, şu vaqtdagi Musa alayhissalom olib kelgan Tavrat, Musa alayhissalom olib kelgan shariat, Musa alayhissalom olib kelgan yo'lga qarata bularning ko'rsatgan pozitsiyasi tutgan maydoni bu bizga bayon qilinyapti. Bular kitob haqida bir narsa bilmaydi deyapti. Endi misha kelgan vaqtda bir narsa mulohiza qilinishi kerak. Islom davlatiga qarshi chiqayotgan avom savodsız kishilardan bir bilik guruhda kishilar bor. Birinci gruppa Mekke'deki müşrikler, özvaq Peygamber Aleyhisselam davrida. İkinci gruppa Medine'deki ehli kitap. Yani ehli kitap dese Musa Aleyhisselam'a ergeçkellergimi bu isim işletildi. İsa Aleyhisselam'a ergeçkellergimi bu ehli kitap degan nom kullanıldı. Lekin Arap yarım aralida bir Hristiyanlardan bir tilga amug'idek derecede az bir kısım kişiler bolsunmu, ama bir cemiyet yok her halda. Hristiyanlardan anda bir köp sallık cemiyeti yok. Ma'lum bir kısım cemiyetleri var. Endi bugünkü ayetteki ve minhum ummiyun la ya'lamun al-kitaba illa amaniya. Yani ularning içinden savadsız kişiler bulup bular kitaplardan fakat tokulma, yalgan yavdaqlanlan biladi. Haqiqiy kitapning mazmunidan bular bexabar deb tilg'iringan bu xil kishilar kim o desa, Madinada bir jamiyat bo'lgan Yahudilar. Biz bayatın deb ötkendek o közgü kürüngüdek derecede bir cemiyet şekillendirmegen Hristiyanlar Arap yarım arada. Ama Yahudilarınki şu vaqtida bazı malumatlardan görüşümüzce 20 yakın kabilesi var. Medine'de oturaqlaşkan. Endi muşu ayet tilg'ilingan muşu kishilardan maqsad dal shu Yahudilarga qartilayotgan ahvol. Allah subhanahu va taala ma ayatda ve minhum ummiyun ularning ichida bir bilik savodsız kishilar buludu deganlikning ma'nosi cho'qim savodsız emas odamlarmi bor. Allah bularni bizga ayirib tushuntiryapti. Bularning mandaqcha yerlik tilda aytgan vaqtimizda mollasimi buzilgan, avam xalqimi ham buzilgan. Bunday ahvol bizda ko'rilmasin. Yahudilarda her taifelerinin hemmisi özüne alim davatqanlarmı yoldan çıkıp ketken. Özüne egeş küçü avam,
Yani savadsız kişiler dep qarğanlarni hem qanday qilib ketgan, yo'ldan chiqib ketganda, ma olimlar haqidagi gap so'zlar inshaalloh kelak oyatda hozir biz o'qiyotganimiz 78-oyat, 79-oyatda "Favaylul lillazina yaktubunal kitaba biaydihim" degan oyatda o'tilganadi. Hozir biz faqat avomlar haqida, ya'ni savadsizlar haqida so'zlaymiz. Yani Allah subhanahu va taolo bu oyatda Yahudilarni bir necha qismga bo'lgan bo'ldi. Bularning ichidan savatsiz avomga oid kishilar va bular kitobni o'qimaydi. Damollari, ya'ni o'limalari, Yahudilarning o'limalari deb bergan gaplar faqat bularni bildig'ini shu. Mavla Tevratdagi Payg'ambar alayhisolatu vasallamning sifatlarini bilseydi iman etishi mumkin edi. Chunki bular bilmaydi, amaliyat haqiqatni bilmaydi. Ammo oyatdagi kitobdan maqsad hozirgi oyatni "Va minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba" ular kitobni bilmaydi deganda kitobdan maqsad Tavrat maqsad. Allah subhanahu va taolo Yahudilardan mutlaq bilimni inkor qilmadi. Bular hamma savossiz demadi. Faqat bilimning xususiyatini inkor qildi. Asli bilim, bilmaslik masalasi boshqa, bilimning olib boradigan natijasi boshqa. Chunki Alloh meyada bular faqat bilsin nimani biladi desa, yolg'on yovdoqlarni biladi deydi. Xuddi bu yerda yolg'on yovdoqlarni kitobdan o'rgangandek bular. Yani bir nokta chiqadi. Bularni faqat bilmaydi demadi. Faqat kitobdan, Tavratdan yolg'on yovdoqlarni biladi degani, bular o'rganimiz deb o'tirg'uchisi yolg'on yovdoq o'rganadi. Ölümalardan kaçığa bu kitapni bilili deb barsa, ölümalardan ağızdan yalgan yavdaqni anglaydı. Bularni bu xil ahvalda qiliqliq bular deydi yana. Endi mushu oyatdagi amaniya degan mushu so'zga bir kelayli. Gerçi bu azroq arab tiliga munosabatlik masalalar, balkim arab tili o'qimaydigan qarindoshlarimizni azroq zik turishi mumkin. Har holda deb o'tmasak bo'lmaydi. Amaniya degan nima desa, amaniya ba'zi vaqtda amaniya deb tashdidsiz, bazı vaqtda amaniya deb tashdidli ishlatiladi. Tashdidsiz bo'lib qolsa bu umniyaning ko'pligi, tashdidli bo'lib qolsa umniyaning ko'pligi bo'ladi. Biz umniyani boshqa oyatlarda uchirtimiz. Laysa bi amaniyukum va la amaniy ahlil kitob man ya'mal su'an yuzza bihi degan sura Nisoning 123-oyatda mu arzu arman degan ma'nosida. Ya'ni xam xiyol. Arzu armanning ijobiy emas. Ya'ni o'zimiz qalbimizda bir ishlarni to'qib bir işlarni yasab, sün'ileştirip, maşta qilsam ha degandek bir xil sün'i arzu armanlarni, xam xiyollarni ifodalaydi. Bu ko'plikka nisbatan bu xil qo'llanadi. Ammo yakkiga nisbatan ya'ni shu umniya degan so'zning yakki qo'llanilgan joyi sura Hajning 52-oyatda "Va ma arsalnaka min qabl va ma arsalna min qablika min rasulin va la nabiyyin illa iza tamanna alqa şeytan fi umniyatihi." Ma oyatni biz Uyg'urcha tarjima Qur'onlarga qarasak, biz sizdan ilgari har qanday bir elchi yoki payg'ambar avassak, u o'qib turdi o'zining qavmiga deydi. Deb bo'lib, shayton uning o'qishiga bir narsalarni tashlaydi. Ya'ni o'qsa, o'qib bersa, qavmiga o'qib bersa, shayton uning o'qishini ilishtirdi deb, merdagi tamanna umniya degan ma so'zni o'qish degan ma'noda tarjima qiliqliq hamdi. Ya'ni Abturmayada mushaqda sal to'xtalmoqchi. Chunki bizga bugungi bizning oyatimizda "Va minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya" degan so'z qo'llanilgan bo'lg'achqa bu so'z haqida sal cho'nqurlab kirmoqchi. Ana shu umniya degan nima desa, umniya deganimiz inson yuz berishini orzu qiladigan, ammo yuz berishi mahal. Ya'ni mumkin emas. Ya'ni xiyoliy bir ishlar, xiyoliy umid orzularini umniya deydi. Demek o umniya degan bir odamning xiyoliy arzu armon degan faqat yuz bermaydi, uning mavjudligi bo'lmaydi. Shunlashqalar deydi. Mushu nuqtadan, ya'ni yuz bermaydigan, mumkin bo'lmaydigan ishlarni umid qiladigan bir hukmni o'ziga olgan bo'lg'achqa umniya. Mushu munosabat bilan an tamannining ma'nosi yo'q ishlarni to'qish, bir narsalarni yo'qdan paydo qilish, sun'iylashtirish degan ma'nosi bor deydi lug'at ulamolari. Muşaqda şairmi muşus ma'noda qo'llangan la layta shababa yaud yawman fa ukhbiruhu bima fa'ala al-mushibu deb mushurunga laytini ishiltib buni jiq grammatik kitoblarda tamanniga misol qilib keltirdi. Ya'ni yoshlikning she'rdagi kashki yoshlik degan bir kun qaysichu degan ma'noda qo'llanilgan jumladagi yoshlikning qaytishi mumkinmi? Tabiiyki mumkin emas. Bu mumkin bo'lmaydi bu. Endi yana shoirning bunda bir so'zlarga qo'llanilgan laytal kawakiba tadnu li fa anzamaha
uquda madhun fama arda lakum kalimi. Kaşki yulduzlar bana yakınlaşıp yulduzlardan bir madhiya marjini tizsam, men sizlarga gapga rozi bo'lmayman degani, gap qilib madhiyalab o'tolmay sizlarni yulduzdan bir majon tizib madhiyani tassillarni madhiylagan bir madhiya marjinini shakllantirsam degan bir mazmunga layt so'zni ishlatgan, yana tamanni, orzu, umidni ifodalaydigan so'zlarni ishlatgan. Bu nuqtadan orzu, umid xomxiyol bo'lmaydigan, mumkin bo'lmaydigan narsani orzu qilish degan ma'noda bo'ladi. Mushu munosabatni akalsak, ya'ni bir narsalarni yo'qdan paydo qilish, to'qish, sun'iylashtirish degan ma'noga shu munosabat bilan bog'lanadi. Ya'ni avtor aytadiki, yulduz osmondan tushib shoirning qishqiga kelarmi? Shoir uni o'zining mahbubiga she'r bayt qilib uni bir nazmlashtirarmi? Masalan, oyatdagi bizlar qamajon dedik, uni demay yulduzdan bir nazm tuzsam desam masalan. Demak, mushu qarqi ikki she'rda qo'llanilgan orzu umidni ifodalaydigan vositalarga qaragan vaqtida tamanni degan so'zning yildizdan chiqqan so'zlarning ma'nosi birisi yolg'on aytish, to'qish degan ma'noni o'z ichiga oldi ekanda. Endi ba'zi mustashriqlar va ma arsalna min qablika min rasulin va la nabiyyin illa iza tamanna degan tamannoni qara'a deb tafsir qiladi. O'qisa deb. Hozir men degandek tarjima Qur'ondami shu xil shaklda tarjima qilingandek. Ya'ni shayton payg'ambar alayhisolamning umniyasiga bir narsani tashlaydi degani qira'atiga elishtiradi degan gap. Ya'ni tabiiyki shayton Rasulullohning qira'atiga bir narsani tashlab uningga aralashtirsa yolg'ondan özü to'qivogan yolg'on gaplarni, kufr gaplarni qo'shadi-ki. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo afraytumulloha val uzza va manatal thalithatal ukhra alakumuz zakar va lahul unsa tilka idan qismatun diza degan ma shaklda bir oyatni keltirgan. Ya'ni Qur'on din dushmanlari mushaqda Qur'oni Karimda g'araniq, ya'ni butlarninki, kuparlar ibodat qilgan butning ismlari til qilindi. Butlarning ichida Lat va Uzza va yana uchinchisi Manat va demak ma'budlarninki shafaati qiyomatda umid qilinadigan degan bir gapni olgan oyatmi. Mushunga o'xshashlan bir masala. Mustashriqlar amal topsa, digudek gapni topsa bir narsa deydi. Ammo bu dinning butun mantiqiga uyg'un kelmaydigan gap. Chunki din Allohga yolg'iz ibodat qilishga chaqiradigan din. Mustashriqlar bundan nima deb chiqadi desa, din zada Allohga yolg'iz ibodat qilishga chaqiradi. Unda o'ganda shayton payg'ambar alayhisolamning qiroatiga Rasululloh deydigan gaplarga nima tashlagan bo'ladi, bir narsa tashlagan bo'ladi deydi masalan. Ondan keyin Alloh subhanahu va taolo o'zining oyatlarini muhkam qilib deyotadiki, in hiya illa asma'un sammaytumuha antum va la abaukum ma anzalallohu biha min sultan. Ya'ni sizlar faqat atolgan ism, sizlarning ota-onanglar Alloh uning hech qanday bir paket tushamagan. Demak, bu orqali bularni elishtirib, ya'ni bir azroq kirishlik va chunki grammatik munosabatlik o'g'achqa. Mustashriqlar mush lug'atning bu ma'nosini tutib olib, ma'yatni tutib olgandek tutib olib, unda ya bunda gaplarni qiladi. Unda yoki bunda gaplarni qiladi. Meyadimi tamanna, tamanni, amaniya, umniya degan so'zlarning ma'nosi qiroat degan ma'noni olib turib, Rasulullohninki qiroatiga shayton antumunda gaplarni qana qilgan, kirgizgan. Gap bundan bag'liq diqqat qiling, qaytib kelay. Mustashriqlar avval nereden keldi desanglar, payg'ambar alayhisolatu vasallamning qiroatiga shayton bir narsalarni tashlaydi degan oyatni o'qiydi. Yani bayatni o'qigan va ma arsalna min qablika min rasulin va la nabiyyin illa idza tamanna alqa ash-shayton fi umniyatihi. Umniyatni qiroat ma'nosida oladi. Deb bo'lib afara'aytumulloha val uzza va manat ath-thalithata al-ukhra degan oyatni tilg'alib, mana bu oyatda Lat, Uzza, Manat tilg'alindi. Buning qiyomat kuni ancha-muncha bir shafaatga o'xshaydi desa, biz buni qarata yo'q. Bu dinning tabiati shirkni inkor qiladigan din, Allohga yolg'iz ibodat qilishga chaqiradigan din. Bu gap butunlay zid. Bu oyat bunda tilg'alinmagan deganda gap chiqamdi bu yerdan. Shundan mana mayadiki afara'aytumulloha val uzza va manata salisatal ukhra degan oyatning mazmuni din bilan mos kelmagan bo'lsa, dinning mazmuni bilan unda bo'lsa, mushuni dal'i oyati degandek shayton Rasulullohning qiroatiga qana qilgan, kirgizgan. Shayton kirgizayotgan qismning qatoridan. Chunki ostidagi oyatda Alloh
İn hiye illa esma'un semmeytumuha entum ve abaukum. Fakat isimla olup Allahu vakti hiç bir pak düşürmegen. Demek bu neslenin Kur'an'da tılganışı mümkün emez. Allah olanı Kur'an'da tılga anmaydı. Bu fakat şeytan Resulullah'ın kıraatıga kuşup koygan gap diş arqılık hakni çeki taşlamakçı. Yani şeytan bazı fikirlerini Resulullah'ın ki sözleriga taşlışı mümkün mü degendek bir xil şekli başkalarının kalısıga çügüzüşünü maksat kılıdı bu yerde. Biz bugün nimeden kirip kaldık bu mezmunga? Aşı emaniyenin manasına kirip kaldık. Aşı ayetteki umniyet degen sözün manasına kirip kaldık da. Biroq Allah subhanahu wa taala şeytan kirgizgen taşlagan o gaplarni hammani mansux qilib o'zining oyatlarini mustahkam oldi keyin batil kelmaydigan bir holatda saqlagan. Demak Allah subhanahu wa taala o'zining vahiysini Rasululloh qiladigan vahiysini shaytonning o'ynishiga, uning bilan etishiga yo'l qo'ymagan, tashlab qo'ymagan. Shunlashqa biz yuqorqi deyilgan nuqtalarning hammasini cho'rib tashlab turib biz oyatni bahs qilamiz. Qaytadan kelimizda. Endi oyatga qaytadan bir qarayli. Biz o'zimiz baya asli shuni ma'nosiga ketayotgan umniyat tilg'anadigan oyatga va ma arsalna min qablika min rasulin va la nabiyyin illa idza tamanna degan ne? Tamanna ma'nosini, tamannani qara'a ma'nosini qilib Rasululloh o'qigan vaqtida desak. Anlekin Allah subhanahu wa taala şeytan Peygamber aleyhisselamı taşlaydigan gaplarni mansux qilib o'zining oyatlarini mustahkamlaydi. Ya'ni bu yerdagi xulosa nima desa Allah o'zining rasulini xatolashga qo'ymaydi. Xatolashga yo'l qo'ymaydi. Bu orqali biz Rasululloh yetib borgan barcha ma'lumotning hammasining to'g'ri ekanligiga biz kafolatlik qilamiz bu haqda. Anlekin Rasululloh yetib borgan bütün mazmunlarning hammasining muhkam ekanligiga yetib boramiz. Biz bu yerda shaytonning Rasulullohning qiroatiga tashlashi mumkin bo'lgan, bizga mansux qilmay yetib kelishi mumkin bo'lgan bir narsaning baliq ehtimoliga, ya'ni yo'qligiga, buning yo'qligiga biz xotirjam bo'lamiz. Tamam. Endi biz desak Allah subhanahu va taolo shayton tashlagan shu fikrlarini mansux qilsa, shayton Resulullah'a taşlagan gapni sizlar bilib qanday bilib qoldinglar olsa, Resulullah sizlarga faqat muhkamlam deydigan şop qalsa, shaytonning Resulullah'a qanday fikr tashlaganligini qanday o'qib qoldinglar. Ya'ni Allah shayton tashlagan mansux qildi dedik. Resulullah'dan bizga keladigan ma'lumotlarning hammasi cho'qib muhkam dedik. Ondan so'ng shayton Resulullah'a tashlagan o ma'lumotlarni siz nereden bildinglar? Peygamber degan kim? O osmondan bir manhaj vahiy qilingan, yetkizish buyurilgan bir inson o. Nabiy degan kim? Oyatdagi ikki gap bor. Rasullar, nabiyning gapi bor. Rasul degan kim desa, Rasul osmondan bir manhaj, ya'ni kitob, vahiy tushgan, buni boshqalarga yetkiz deb buyurilgan shaxs. Nabiy degan kim desa, nabiy deganimiz uningga bir manhaj, ya'ni kitob masalan manhaj bilan vahiy qilingan, ammo yetkizishga buyurilmagan. Yetkizishga buyurilmagan ekan bu payg'ambarga hosil bo'ldi. Payg'ambar faqat boshqalarga suluki jihatda, ish fi'illar jihatda, ishlar jihatda faqat unga namunaludi bas. Ikkisining farqi bor. Oyatda ikkisi ilingan. Va ma arsalna min qablika min rasulin va la nabiyyin deb rasuldan bir suva, nabiydan bir suva. Rasul degan kim o? Manhaj, din, yo'l tushgan, boshqalarga yetkizishga buyurilgan. Bu rasul. Nabiy degan kim o desa, payg'ambar degan kim o desa, uningga manhaj, ya'ni ma'lum bir yo'l olsun, kitob bo'lsin tushgan, boshqalarga yetkizishga buyurilmagan. Ikkisining farqi bu. Mao yetkizadi, rasul, nabiy yetkizmaydi. Nabiyning vazifasi nima desa, amaliyatida boshqalarga ulgu bo'lish. Bu nabiyning vazifasi. Chunki nabiy deganimiz o'zidan ilgirki rasulninki tutib mangan yo'lini tatbiqlaydi. O yeni bir narsa akamaydi nabiyning vazifasi. Bu nuqta kalımızda qo'ysin. Rasul yeni bir narsa akiladi, yetkizadi. Nabiy yeni bir narsa akamaydi, o'zidan ilgirki rasul epkagan kitob, yo'llarni boshqalarga qanday qiladi? Namuni shaklda o'zining amaliy ish faoliyatida ko'rsatadi. Bu ikkisining farqi bu olsa, endi mushun tushunsak, oyatga qaytib bir boraylik. Biz senden ilgari har qanday bir rasul yoki nabiy avassak, u o'qisa shayton uning o'qishiga bir narsalarni tashlab turdi ig'izga degan ma'noda tarjima qilindi bu mustashriqlar tarafidan. Lekin bizning ba'zi Uyg'ur tarjima Qur'onlarimizda shunday tarjima qilingan. Oyatda rasul bor.
Nabiy va Rasul başqalarga o'zi epkega yangilikni o'qib berdi deganga to'g'ri keladi. Ammo Nabiy o'zi epkega narsani boshqalarga yetkazish vazifasi yo'q-ki. Ya'ni u o'qimaydi boshqalarga. O'qib bermaydi u. Anaqanda mishada oyatda Rasul va Nabiy tilg'ilingan bu ikkisini normal elib turib, tushunib turib oyoq qo'ysak, illa iza tamannadagi tamannani qira'a ma'nosida olsak to'g'ri chiqmaydi. Chunki qira'a Rasulga to'g'ri keladi. Chunki Rasul degan boshqalar o'qib berdi. Ammo Nabiyga to'g'ri kelmaydi-ku, Nabiyning vazifasi, payg'ambarning vazifasi boshqalarga o'qib berish emas. Bu nuqtadan tamannani o'qidi degan ma'noda tarjima qilish bu yerda xato chiqadi degan gapda. Ya'ni umniyati shaytonning ma'nosi, shaytonning qiroati degan o'qim oyatdagi payg'ambarga nisbatan to'g'ri keladi, lekin nabiyga nisbatan to'g'ri kelmaydi. Chunki rasulga nisbatan to'g'ri keladi, nabiyga nisbatan to'g'ri kelmaydi. Chunki nabiy boshqalarga bir narsa o'qib bermaydi. Madam oyat karimada nabiy tilga elindi, cho'qim tamannining o'qishdan boshqa bir ma'nosi cho'qim bor. Chunki o'qish degan ma'nosini olsak, illa iza tamannani nabiyga to'g'ri kelmaydi u ma'no. Chunki payg'ambar alayhisalom, chunki nabiy kishilarga o'qib beradigan bir yangi gap akamaydi. Xuddi o şeytanның umniyeti, onun da bombagan muhkem gapini o'qib berdiganda. Ya'ni o'zi yangi bir narsa akamay, o'zi o'qib bermay, ilgirki narsa o'qib berdiganda bir o'qim chiqdi bu yerdan. Tamam, unda bo'lsa biz bu yerda bir yakunga keldik. Ma oyatdagi umniya illa iza tamannadagi tamanna qiro'a ma'nosini emaskanda. Unda olganda nabiy, rasul ikkilisi tilg'anidan oyatdagi umniya qiro'a ma'nosida olmasa qanday ma'no desa, o'zining vazifasida utuq qozonish degan ma'nosi bo'ladi. Ya'ni rasul Allohning manhajini yetkazuvchi sifati bilan, nabiy amaliy ulgu bo'lish sifati bilan o'zining vazifasida utuq qozonish degan ma'nosi keldi. Illa iza tamannadagi tamanna. Unda olganda ma'noni bo'ladi shu oyatning desa, ma'ni farqlanadi-da. Ya'ni rasul Allah'ın onun umnisi vazifesi Allah'ın manhajini yetkiziş. Şeytan o manhajni kişilerin kalbini tatıp erişki tirişiyordu. Mana bu ayattaki ma'ni şu. Ayattaki illa iza temenna alqa şeytan fi umniyatigini Rasul'un vazifesiga şeytan kirişiyordu. Tosqulluq qilishga urinidu. Bu Rasul'un vazifesiga qilgan tosqulluq olsa, endi nabiyninkichi, nabiy o'zining amaliy namunasi bilan xalq ko'rsatmoqchi bo'ladi. İlgiriki o'tgan payg'ambarlarning yo'lini amaliy tatbiqlamoqchi bo'ladi. Shayton buning to'sqinlik qildi. Demak, bu yerdagi tamannani, umniyatni, vazifasi, o'zining vazifasini ado qilish degan tarjima bersak, o'sha ma'noni bersak, ma'no to'g'ri chiqadi. Mana bu ma'no Alloh subhanahu va taolo o'zining oyatlarini muhkam qilgan vaqtda iymonga yordam beradi. Nimishqa Allohning manhaji zaminda hukmronlik o'rniga chiqsin, kishilarningki hayoti muntazamlasin. Mana bu oyatning ma'nosi bu. Endi demek muş oyatdagi tamanna degan so'z rasul yoki nabiy Allohning manhajining zaminda hukm surishni yaxshi ko'radi degan bo'ladi. An shayton bu yerda to'sqinliklarni tashlaydi. Alloh o'zining oyatlarini mustahkam qiladi, haqqa yordam beradi. Mana bu oyatni ma'qul shaklda tushunishimiz kerak. Endi mishaga kelgan vaqtda mushunda tushunsak, oyat iza tamanna bilan umniyatni vazifa o'zining vazifasini ado qilish degan ma'nolarni tushunsak, mustashriqli da'vo qilgan haliq gaplar butunlay yo'q qiladi. Ya'ni payg'ambar alayhisalom o'qigan vaqtda o'ziga vahiy qilingan oyatlarni o'qib berayotgan vaqtida shayton unga kirishalaydi. Vahiyga bir o'zi chaqlab gapni kirgizalaydi degan da'vosi tamoman yo'q qiladi. Bu mustahil u. Xo'sh, endi misha kelsak biz umniyat degan so'zningki asli to'qilma yana yolg'onda bir narsani to'qishdan boshqa o'zining vazifasini ado qilish, qiroat degan ma'nosi borligini tushundik. Endi bugungi oyatni o'zi kelaylik. Oyatni biz so'zlayotgan narsalar emas, bugungi oyatdan sal chiqqan mazmunlarda. Va minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya. Ya'ni ahli kitobning kitobatimizga biz savodsiz kishilar bo'lib, kitobdan biladiğini yolg'on to'qilma degani. Ya'ni bu shunda bir kishilarki kitobdan faqat gumondin bir narsalarni mushta mudu deb jazmiyat yo'q, aniq ma'lumot yo'q, aniqsizlikdan boshqa narsani o'qimaydi hamda bular. Ya'ni bularni savodsizlar tasdiqlaydi, ular ma'lumot olmagandan keyin. Ya'ni ya ahli kitobning mo'llalari kelib, o'zicha anda ma'lumot deb o'zi to'qib olgan gaplarni aytiladi. Bu to'qib olgan yolg'on, gumon gaplarni savodsizlar tasdiqlaydi.
Xuddi bu oyat orqali Alloh subhanahu va taolo bizni shu nuqtaga qaratmoqdaki, zimindagi diniy mazhablarning ko'pinchisi yetkizguchilardan chiqadi. Avomdan emas, yetkizguchilardan, ya'ni shu dinga xizmat qilaman deganlardan chiqadi. Bu yerda bir gulik kishilar bor, boshqalarga ishonch qiladi. Kishilarga din ahkomlari baraligan mazmunlarni yetkizadi. Savassiz yoki madaniyatsiz odamdan birisi kelib, shar'iy ahkomlardan ma'lum ahkam haqida bir olimdan birisidan so'raydi. Uningdan hukmni oladi. Uni munozir qilmasdan ahvoli qandaqdir, rasmiy olganmidi demasdan tatbiqlaydi. Chunki savassiz odamning ma'lumoti o'sha fatvo so'raydigan yer ko'p to'xtaydi. Uning ingi o'tmaydi. Aram fatvo so'ralaydi ular. Alloh subhanahu va taolo bu yerda deydi: "Va la taziru waziratu wizra ukhra." Hech kimning gunohini hech kim yuklamaydi deydi. Agar bu odam sog'lom qalb bilan o'zining butun saviyasi shu yerga yetib, o'limadan so'rab, o'lima bergan fatvoni tatbiqlab, ixlos bilan o'ssa, buningga gunoh kelmaydi. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. Yani ilimsiz azduğanların günahını azduğuçlar üstüge aladı. Bazı kişiler oylaydı ki ilgirki وَلَا تَزِرُ وَادِرَةُ ذِرُ اُخْرَى. Hiç kimnin günahını hiç kim üstüge almaydı degan ayetler bilen kıyamet günü ise üzünün günahını ve üzü azduğanların günahını üstüge alıdı degan ayetine oturur. Zıtlık var deyip oylaydı. Emineti zıtlık yok. Bir adam bir günahını kılsa onunla hesap verirdi. Bir adam başqalarını to'g'ri olmagan bir fatvo bilan azdulsa, ya'ni shu fatvo orqali Alloh harom qilganni halol qilib azdulsa, bu adam o'zining jinoyatini ustiga olgandan boshqa o'zi azdug'an kishining jinoyatini ustiga oladi. Ya'ni uningga gunoh bo'ladi, chunki u azdi, buning gunohi. Yana gunoh bo'ladi, chunki u boshqalarni azdudi. Balki uningdan ko'p. Chunki payg'ambar alayhisalom qanday odam bir odamni to'g'ri yo'lga chaqirsa, shu chaqirgan odamga ajri, to'g'ri yo'lga ergashganlarning ajriga o'xshash ajr bo'ladi. Bu ergashganlarning ajridan hech narsani kamlatmaydi. Qanday bir odam ozg'unlikdan birga chaqirsa, bu odamga gunohdan ergashganlarning hammasining gunohiga o'xshash gunoh bo'ladi. Bu ularning gunohidan hech narsani kamlatmaydi. Demak, to'g'ri yo'lga chaqirganmi bir kishilik o'zining ajrni olgandan boshqa shu chaqiriqqa ergashganlarning ajriga o'xshash ajrini ustiga oladi. Xato yo'lga chaqirganlarni o'zining xato yo'lda mang'inning gunohidan boshqa o'ziga ergashganlarning gunohiga o'xshash gunohni ham ustiga oladi. Demak, bu yerda biz dinda ilmsiz fatvo berishning nihoyat xatarli ekanligiga diqqat qilishimiz kerak bu yerda. Dunyodagi fatvoning sen baralaydigan eng yuqori cheki seni bu savdo ziyon tatqizdi. Seni bu savdo ziyon tatqizdi. Dunyodagi fatvoning gibi ma'vo. Birisidan sen bir maslahatni so'rading. Ma savdoni qilsam bo'ladimi, qilmasam bo'ladimi? Ma shirkatni ochsam bo'ladimi, ochmasam bo'ladimi? Maslahat so'rading. O sana ya bilib maslahat verdi, ya bilmay maslahat verdi. Bilmay maslahat verib, sana xato maslahat vergan bo'lsa, eng cho'ng ishlaydigan ish sen mushqatni saqam mablag'ini ziyon tatsa. Cho'ng ish yo'q. Ammo dindagi fatvo bu yaman uzun davom qiladi bu. Buning xatoligi, buning tatadigan asorati bak ig'ir bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo oyatning oxirisida aytadi: "Inhum illa yazunnun." Ul faqat gumani hukm bilan ish qiladiganlar deydi. Ya'ni ul faqat o gumon qiladi deydi. Ana zon degan arab tilida bir narsaning kuchli tarafi. Lekin iniq emas. Mesela 60% atrofida. Oyatda kelgan tamanna degani o'qish degan ma'noda keldi. Endi bir ma'nosini to'qish degan ma'nosini oldik. Tamannaning ikki xil ma'nosini oldik. Uch xil ma'nosini oldik hisobda. Lekin bu oyatda birisi o'qish, birisi to'qish. Shundaymi? Ammo savodsizlar kitobdan faqat tushunmay til orqali o'qishdan boshqani o'qimasa, Alloh subhanahu va taolo yahudlar haqida nima deydi? Buna da tushunsak agar ash tarjimani ikki xil qilib o'qish degan ma'noni olsak, bularning ma ahvoliga to'g'ri keladiki, Alloh yahudlarni qana sifatlagan masalul ladina humilut tavrata thumma lam yahmiluha kamasalil himar yahmil asfara. Tavrotni ustiga olgan kishilar, Tavrotning ummatimizda yurgan odamlarning ahvoli kitob ko'tarib olgan eshakka o'xshaydi. Bular tushunmaydi, bular o'zining nima deyotganligini, o'zining oldidagi kitobni tushunmaydi. Ma'noga to'g'ri keladi. Oyatdagi amani ya'ni o'qish ma'nosida olsak, buningga to'g'ri keladi. Agar to'qul ma'nosida olsak,
bunun ahli ulamaları, Yahudların ahli ulamaları yalğandın toqup kitapga kirgizgen gaplarga agashgan bo'ladi. Qarsaga buning ma'nosi bizning keyingi oyatda 79-oyatda bu haqda mazmun chiqadi yana. Ya'ni biz yuqorqi mazmunlardan shuni ko'rib olamizki, Tavratni o'zi ustiga olgan degani qulda Tavrat va ama Tavrat haqida hech narsa bilmaydigan bir bo'lak kishilar va Alloh subhanahu va taolo bunda odamlarning eshakka o'xshash davotidi. Amaliyotda eshakdan tuvan, chunki eshakning xizmati ig'ir narsani ko'tarish, o'qish emas, ama insonning xizmati bilmaydigan narsani ko'tarib mang'ish emas. Cho'qim o'qish kerak, o'zidan talab qilinganning nima ekanligini bilish kerak. Endi saboqdoshlar, qarindoshlar, biz ahli kitobning masalasiga bakjiq kirdik. Ahli kitob bizga uzluksiz shaklda Qur'onda hozirga qadar qanday qilinayotdi, hikoya qilinib, bularning ahvoli, xatoliklari so'zlanayotdi. Bizning ahvolimiz bugungi shu darsga qarata ayni shu shaklda. Ya'ni ahli kitobni ig'ir aybladi ya Allah. Ya'ni va minhum ummiyun. Bularning ichida shunday bir savodsiz odamlar bor. Bular faqat kitobdan nimani biladi? İki xil ma'no oldik. Birisi to'qilma deb oldik. Ya'ni to'qilma gaplardan bo'ladi. Boshqalar mashta deb bergan gaplarni, din mushu deb bergan gaplarni, oyatning ma'nosi mushu deb bergan gaplarni, to'qilma gapni biladi. O'zi haqiqiy tushunmaydi. Buni o'ylasa faqat gumoni agishli dinga. Haqiqiy jazmiyat yo'q, haqiqiy ma'lumot yo'q. Bu bir xil ma'no olsa, agar illa amaniyani o'qish, qiroat degan ma'nosini olsak, faqat bular tilda o'qiydi, amma ma'nosini tushunmaydi. Ayni bizning ahvolimizga tushdi. Biz o'zimiz musulmon bo'lish sifatimiz bilan mening bilishimcha men Qur'on ummati, Qur'onni, hadisni hayotimning dasturi qilgan bir odam. Qur'on hadisga agishimiz davatgan sizbizdek insonlardan 100 odamdan so'rsak 99'i Qur'oni Karimni o'qimaydi. O'qigan taqdirdimi arabchisini o'qiydi, ammo tushunmaydi. Allah Yahudilar to'g'ri degan gapning o'zi shu. Ya'ni bular faqat o'qishni mashinasini o'qimaydi. Ya'ni amonini agar o'qish deb olsak, ya'ni tushunchi yo'q demakchi. Yoki uni to'qilma deb olsak, chiqib Qur'oni Karimning ummati, Qur'onga agishimiz davatga odamlar Qur'onning o'ziga nim deganligi haqida faqat bir narsa yo'q, qoladi bir fikri yo'q, bir tushunchi yo'q. Ana shuni nim biladi desa, atrofidagi o'zini olim yoki ulamo davatgan, dinni haqiqiy tushunmaydiganlarningki din haqidagi gaplarini gap. Mushu dinning ta'limoti deb xuddi Yahudilarning ichidagi savodsizlar başqalar tarafidan to'qilgan, dinning ustiga otilgan, dinlar hech munosabati yo'q, dinning xato tushunchalarini o'ziga yo'l tutib mangandek ayni shakl bizda bor. Alloh bularni aybladi. Bularning bu qadar xorliqqa tushib qolishining sababini bu degan shaklda bizga bayon qilyapti. Bizning ahvolimiz ayni shu shaklda bo'lyapti. Shuningga biz oyatlarda ko'rsatilgandek ilgirki la'natga, g'azabga loyiq bo'lgan, dunyoda xorliq ularga putib o'tirilgan bu kishilar o'tkazgan xatolikni biz o'tkazsak bo'lmaydi. Shunga qarindoshlarimizdan qisqacha bir rijoyimiz Allohning kitobiga yuzlanish demak qanaqdir onundan o'qiblam qo'yish emas. Tabiiyki o'qishni tashabbus qilamiz. Qur'on o'qish har bir harfiga haslab ajr beriladigan ish, ammo musulmon bo'lish sifati bilan hayotimizni Qur'on, hadis holatiga keltirish, hayotimizni tirik Qur'on holatiga, tirik hadis holatiga keltirish uchun oldi bilan Qur'onning bizga nima deyotganligini, hadisning bizga nima deyotganligini, Qur'on kimlarni nima uchun ayblayotganligini buni tushunishimiz kerak. Bu tirishqan odamga nisbatan qiyin emas. Alloh hammalarga chiqish yo'li bersin, uchiq qilli bersin. Va axiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin.